Murad Buildings taqdim etadi. Xonimlar va janoblar, sizlarga Green City innovatsion turar joy majmuasi loyihasini taqdim etamiz. Green City bu Toshkent shahrining ekologik toza tumanlaridan birida joylashgan, zamonaviy rivojlanish konsepsiyasiga ega bo'lgan eng ko'kalamzor turar joy majmuasidir. Green City G'ofur G'ulom nomli istirohat bog'i, Bunyodkor stadioni va Mirzo Ulug'bek metro stansiyasi yonginasida joylashgan. Loyihaning o'ziga xosligi shundaki, unda shinam 5 qavatli uylarning tabiat bilan uyg'unlikda bo'lganidir. Green City loyihasi bo'yicha yer maydonining 78% obodonlashtirilib, 22%ga binolar barpo etiladi. Havoning erkin aylanishi hamda daraxt va ko'chatlarni saqlab qolish maqsadida binolar yoyilgan holda joylashtiriladi. Loyiha doirasida O'zbekistonda ilk bor zamonaviy ko'p qavatli avtoturargoh tashkil etiladi. Bu esa parking muammolarini hal qilib, ko'kalamzorlashtirish uchun ko'proq joy qoldirish imkonini beradi. Green City loyihasi ko'plab qulayliklar yaratishni ko'zda tutadi. Zamonaviy bolalar o'yin maydonchasi hovliga ko'rk bag'ishlaydi va bolajonlarni quvnoq o'yinlarga chorlagan holda mahallada shodlik muhitini yaratadi. Uyning pastki qavatida har bir xonadon egalarini shaxsiy mulkini saqlash uchun alohida omborxonalar inobatga olingan. Bundan tashqari, yorug', keng va qulay podyezdlar, yagona dizaynda ishlangan deraza panjaralari va soyabonlari, har bir xonadon uchun o'zining alohida isitish tizimi, maxsus tortib kelingan elektr liniyalari orqali ta'minlanadigan uzluksiz elektr tizimi, zamonaviy tezkor liftlar, hovlida joylashtirilgan ko'rkam shiyponlar, hovlidagi yorug' va shinam muhit, xavfsizlik va nazoratning zamonaviy tizimi, bahavo iqlim, ko'plab manzarali va mevali o'simliklar, shuningdek maxsus artezian quduqdan chiquvchi mukammal sug'orish tizimi. Murad Buildingsning ko'p yillik bunyodkorlik tajribasi ostida qurilishning har bir bosqichida sifatga qattiq e'tibor va o'zgacha mehr bilan yondashuv yotadi. Green City boshqa loyihalarimiz kabi maksimal qulaylik, xavfsizlik va quvonch keltirishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan. Murad Buildings. Biz baxt ulashamiz.